Elbog'li dengiz iloni suv ostida 8 soatgacha nafasni tutib turishga qodir. Bu dengiz jonzotlarining aksariyati uchun erishilmaydigan hayratlanarli bir qobiliyatdir. Kuchli o'pka va samarali moddalar almashinuvi tufayli bu ilon okeanning chuqur va xavfli tubida ham muvaffaqiyatli hayot kechiradi. Uning tanasi buning uchun o'zgacha tarzda moslashgan. Ammo moslashuvdan ham teranroqda, 30 million yil orqaga borib taqaladigan qidrobqinay to'qimi ichida misli ko'rilmagan evolyutsiyani ochib beruvchi g'ayrioddiy nasl yotadi. Tuz bezlari dengiz suvini filtrlashi bilan uning hayoti oddiy biologik qonuniyatlarga bo'ysunmaydi. Janubi Sharqiy Osiyoning tovlanayotgan suvlarida tasmali dengiz iloni nafislik bilan sirpanadi. 100 metrgacha bo'lgan chuqurliklarni kashf etadi. Biroq bu chaqqon ovchilar yashirinish va to'satdan hujum qilish ustalari yirtqichlar hukmron bo'lgan bu makonni maskan tutgan. Ularning xavfli hayotini qanday sir saqlab qoladi? Birdaniga tasmali dengiz iloni suvda sirg'alib suzadi. Ikki rangli tangachalarining go'zal naqshini namoyish etib, uning tanasining yarmidan ko'prog'iga cho'zilgan noyob uzun o'pkasi chinakam mo'jiza bo'lib, unga ummon qa'rida uzoq vaqt sho'ng'ish imkonini beradi. Biroq tasmali dengiz iloni elektr sezish tizimiga ega bo'lib, u o'lja tebranishlarini hatto 170 fut suv ostidan ham aniqlay oladi. Uning nozik sozlagan metabolizmi bu ov intilishlarini benazar aniqlik bilan quvvatlantirib, tabiatning ulkan dengiz kavasida omon qolishning murakkab raqsini chizadi. Moviy ummonning cheksiz tubida chisiqli dengiz iloni 20 metr quyida yashiringan o'ljasini payqaydi. Feruza rangli chigal labirintlar ichida chaqqonlik va benuqson aniqlik bilan o'riladi. U o'ljasiga tashlanadi. Zaharli niyati butun vujudida jo'sh uradi. U yaqinlashganda o'lja bir zumda ortga chekinadi. Bu hayot va mamotning shiddatli baleti. Unda tirik qolish murt bir rishtaga bog'liqdir. Quyida chiziqli dengiz iloni g'oyat aniqlik bilan zarba beradi. U marjon labirintlari orasida raqsga tushadi. Qadimiy instinktlari va yaqin atrofdagi o'ljaning elektr pulsini sezib harakatlanadi. Bir daqiqa o'tmasdan zaharli kuchini ishga solgan holda o'ljasini bo'ysundiradi. Bu uning taqdirini muhrlab qo'yuvchi halokatli quchoqdir. Biroq haqiqiy kurash ov tugaganidan so'ng boshlanadi. Raqib dengiz ilonlari o'lja hidiga maftun bo'lib, asta sirg'alib yaqinlashadi. Tasmasivon dengiz iloni katta ehtiyotkorlik va aniqlik bilan o'ljasini qo'riqlaydi. Chunki u birgina ovqat uni haftalar davomida quvvat bilan ta'minlay olishini yaxshi anglaydi. Quyosh ufqqa botishi bilan tasmali dengiz iloni eng kichik magnet maydonlarini sezib, marjon labirintida missiz aniqlikda namoyon bo'ladi. Yakka ovchilar bu ilonlar yolg'izlikda kamol topadi. Har kecha dengiz yirtqichlari orasida jimbalet sahnalari kechadi. Bu yerda hudud 10 kvadrat kilometrdan ortiq maydonga yoyilgan. Begonalar, ogoh bo'ling. Patrullar sergak, hukmronlik o'z tasdig'ini topgan. Chegarani kesib o'tish keskin qarama-qarshiliklarga olib keladi. Lipillagan tillar niyatni anglashga urinadi. Ammo mana bu yerda marjon labirintlarining rang-barang kaleidoskopida oqimlar soatiga 5 mil tezlikda shiddat bilan raqsga tushadigan joyda hayot asrorlarga to'lib toshib yashaydi. Tasmali dengiz ilonlari iloning nafislik bilan suv osti olamining naqshinkor matosi bo'ylab o'rlashib suzadi. Ularning har bir tangasi tinimsiz okeanning shiddatiga qarshi qalqondir. Bu dunyo ularni sindirmadi. Aksincha, ularni bunyod etdi. Oy yoritgan to'lqinlar tubida maftumkor raqs kechadi. Erkak sanjarli dengiz ilonlari urg'ochlarni lol qoldirish istagi bilan shiddatli kurashga kirishadi. Urg'ochilar esa 20 dan ortiq talabgorlarni sinchkovlik bilan kuzatadi. O'zlariga munosib juft tanlashda chidamlilik va elchilikni kuchning hal qiluvchi ko'rsatkichlari deb biladi. Shunga qaramay, moviy tuplikning cheksiz quchog'ida u o'zining qimmatbaho tuxumlar uyumi atrofida sabr bilan chirmalib yotadi. Ularning har biri zo'rg'a bir shisha go'lik kattaligida. Har 20 ta go'dakdan atigi bittasigina voyaga yetib, hayotga mustahkam qadam qo'ya oladi. Ushbu onalik hushyorligi uning naslining tahlikali kelajagi uchun hayotiy ahamiyatga molik sirlarini o'zida saqlaydi.
Ammo bir sir bizni butunlay o'ziga tortadi. Bu ilonlar oyoqlarsiz chaqqonlikka erishish uchun 80 million yillik evolyutsiya jarayonida shakllangan uzun, yassi eshaksimon dunlardan foydalanib, suv ostida qanday qilib bunday mohirlik bilan harakatlanishni, ularning egri-bugri suzishi sirlarini yashiradi. Okeanning unutilgan afsonalaridan pichirlab xabar beruvchi qadimiy omon qolish siri. Marjon ekotizimlarining murakkab muvozanati aynan hayotiy yirtqichlik tufayli saqlanib qoladi. Yirtqichlik bo'lmaganda mayda baliq populyatsiyalari oltin o'liga keskin oshib ketardi. Isqichbaqalar soni esa 3 barobar ko'payib, oziqa moddalarining tabiiy aylanishini buzardi. Tasmasimon dengiz ilonining muvozanatni saqlashdagi hal qiluvchi o'rinsiz marjon turlarining 30% yo'qolishi muqarrar edi. Asmali dengiz iloni soni taxminan 25 mingga baholangan holda omon qolishiga tahdid soluvchi jiddiy xavflarga duch kelmoqda. Yashash muhitining buzilishi uning suv ostidagi muhim saltanatlarini yo'q qilmoqda. Baliq ovlash turlaridagi tasodifiy ov bu jonzotni dengiz tubidan yulib olmoqda. Tabiatni muhofaza qilish bo'yicha sa'y-harakatlar uning kelajagi uchun shiddatli kurash olib bormoqda. Biroq bu noyob ilonning yashab qolishi kafolatlanmagan. Qorong'ulik cho'kkanida bir soatlik sho'ng'ish mahoratiga ega yo'l dengiz iloni Shom suvlarida jimlik bilan saralab qadimiy afsonalarini yodga soladi. Uning kelajagi insonning qat'iyati va mo'rt okean ekotizimlari bilan to'qilgan holda nozik bir tarzda jilolanadi. Tubsizlikning bardavom pichirlashi misoli. Siz chegaralardan tashqari sirli bir olamga bir lahza nazar soldingiz. Uning yanada hayratlanarli dengiz jonzotlari bilan tanishing. 200 dan ortiq hujjatli film epizodlarini o'rganish uchun obuna bo'ling. Okean tubining sirlari sizning qiziquvchanligingizni intihib kutmoqda.